2022 yil 4-dekabr 16-savolga yetib keldik. Demak, savolimiz juda ham qiziqarli. Qarang. Mana shu tinglamaning haqiqiy ildizlar yig'indisini so'rayotgan ekanda, o'zi ko'rinib turibdi, belgilash kerak deb turibdi. Qarang. Mana shuni belgilash kiritamiz, qanaqadir t deb turibdi mana. T. Demak, o'rniga qo'ysak t teng 2 ildizda. Mana bu yerda nima deb yozib olamiz? Plyusdan 1 plyus ishni olsak, mana bu qismi nima bor? Yana t ni berib qoladi. T plyusdan 3 bo'lib qolar ekan. Ikkita tomonni ham kvadratga oshiramiz. Demak, t ni kvadrati 4 ko'paygan t plyusdan 3. Endi yetib beramiz. Mana t ni kvadrati 4 ta t plyusdan 12. Hammasini chap tomonga yig'amiz. Demak, t ni kvadrati minusdan 4 ta t minusdan 12 teng ekan 0. Bo'ldi, mana kvadrat tenglamaga keldi. Endi ikkita ko'paytuvchiga ajratamiz. E'tibor bering mana. Xo'p, t minusdan 6 ko'paygan t plyusdan 2 teng ekan 0 deb ikkitaga ajratib oldim. Demak, t ni 6 ga tenglik kelib chiqadi bitta qiymati, t ni ikkinchi qiymati esa minus 2 ga tenglik kelib chiqadi. Bo'ldi. Endi qiladigan ishlarimizni bu yerdan bajaramiz. Mana buni t deganiga olib borib qo'ysak, x kvadrat birinchisi plyusdan 4x plyusdan 1 nimaga teng ekan? T ga teng edi. Bitta qiymat 6. 6 ga tenglashtiraman. X kvadrati plyusdan 4x minusdan 5 teng ekan 0 ga. Yana kvadrat tenglamaga keldi, uni yana ikkitaga ajratib olaman. Qarang. Ajratsak, x xo'p plyusdan 5 ko'paygan x minusdan 1 teng ekan 0 ga. Demak, x imiz teng bo'lgan ekan minus 5 ga. Keyingisi nima bo'lgan ekan? X1 desak, keyingisi x2 imiz teng bo'lgan ekan mana 1 ga. Bu ketdi bu yechimimiz. Endi keyingisini bajaramiz. Ikkinchisi mana x kvadrat plyusdan 4x plyus 1 imiz teng bo'lgan ekan nimaga? T ni ikkinchi qiymati minus 2 ga teng bo'lgan ekan. Shuni qo'yamiz demak. Minus 2 mana. T ni minus 2 ni chap tomonga o'tkazamiz. X kvadrat plyusdan 4x plyusdan 3 teng ekan 0 ga. Bo'ldi. Buni ikkita ko'paytuvchiga ajratamiz. Demak, x plyusdan 3 ko'paygan x plyusdan 1 teng ekan 0 ga. Demak, x uchinchi yechimimiz minus 3 ga tenglik kelib chiqadi. X to'rtinchi ildizimiz esa minus 1 ga tenglik kelib chiqadi. Endi shu joyga kelgan vaqtda bitta tekshirib qo'yaylik ildizlarni. Qarang. Xo'p, mana bu yerga borib qo'yamiz. Qarang. T ni o'zi mana bu yerga borib qo'ysak, t imiz nima bo'lgandi o'zi? 6 bo'lgandi. Minus 5 bilan 1 dagi qiymati o'zi 6 ga teng bo'lar ekan bu tomoni. Endi aytib o'tdim. Mana bu yerda mana bu qismini t deb belgilash kerakmi? B ga qo'ysam minus Xo'p, B ga qo'yadigan bo'lsam 6 bo'lar ekan. Keyin 3 ni qo'ysam 9 bo'lar ekan. Ildiz chiqarsam 3, 2 ga qo'ysam 6. Demak, minus 5 da o'rinli ekan. Minus 5. 1 ni qo'yadigan bo'lsam, mana bu yerga qo'ysak 6, keyin 1 ni qo'ysak 6 ga 3 qo'ysak yana 9 ekan. Ildiz chiqarsak 3, 2 ga qo'ysak yana 6. Demak, mana bu ikkita qiymatda ham yechim bo'lar ekan. Endi e'tibor ber mana. Xo'p, keyingisiga aytilyapti mana. X imiz minus 3 bo'lgan ekan, keyin x imiz minus 1 bo'lgan ekan. Qarang. Mana bu x kvadrat plyus 4x plyus 1 imiz minus 2 ga teng bo'lgan ekan. Mana bu degan, u degan mana bu minus 2 bo'ldi degan. Ildizdan o'zi hech qachon manfiy son chiqmaydi. Bu manfiy bo'lib qolyapti. Mana x ni ikkita qiymati ham manfiy bo'lib qolyapti mana bu. Demak, ikkita ildizimizlar nima ekan? Bo'sh to'plam bo'lar ekan bu ikkalasi ham. Demak, ikkita ildizga ega bo'lgan ekan. Xo'p, haqiqiy ildizlar yig'indisini top degan ekanda. Bo'ldi, mana x1 ga qo'shaman x2 ni. Qo'shadigan bo'lsak, minus 5 plyusdan 1. Demak, minus 4 ga teng bo'lgan ekan natija. Minus 4 degan javobimiz qaysi ekan? A javobga to'g'ri kelar ekan mana. Shu bilan 16-savolimiz o'z nihoyasiga yetdi.